Taniqli xonanda Munisa Rizayeva qaynonasi haqida nimalar deganini ko'ring. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Estradamiz yulduzi Munisa Rizayeva ilk bor qaynonasi bilan ko'rinish berdi. O'zbek shou biznesining yorqin yulduzlaridan biri. Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlarda kutilmagan, ammo juda samimiy videoni e'lon qildi. Odatda shaxsiy hayotini ommadan biroz sir tutishni afzal ko'radigan xonanda bu gal ilk bor qaynonasi bilan tushgan kadrlar orqali e'tibor markaziga tushdi. Gap shundaki, yangi tarqalgan videoda Munisa Rizayeva qaynonasi bilan birgalikda yirik marketlardan birida xarid qilib yurganini ko'rish mumkin. Olingan kadrlar orqali kelin va qaynona o'rtasidagi juda inoq, iliq hamda do'stona munosabatlar yaqqol sezilib turibdi. Xonanda videoda biroz tobi qochganini yashirmagan. Ishonasizlarmi, yo'talib chiqyapman, temperaturam ham baland menda, deya o'z holati haqida ma'lumot bergan. Shunga qaramay, u ijobiy faoliyatini saqlab, oilaviy xaridlar uchun vaqt ajratgan. O'zbek estradasining yorqin yulduzi Nilufar Usmonova nafaqat hit qo'shiqlari, balki jasur uslubi bilan ham doimiy ravishda e'tibor markazida bo'lib kelgan. Xonanda bu safar o'z muxlislariga mutlaqo yangicha, biroz sirli va o'ta zamonaviy qiyofani taqdim etdi. Gap shundaki, ijodkor bu gal odatdagi oqshom liboslari yoki yorqin sahna kiyimlaridan voz kechib, qat'iy va elegant black obrazini tanladi. Uning egnidagi qora kostyum va unga mos ravishda tikilgan galstuk klassik erkaklar uslubini eslatib yuborsa-da, xonandaning nafisligi bilan uyg'unlashib, o'ziga xos moda namunasiga aylangan. Biroq eng ko'p qiziqish uyg'otgan detal bu uning bosh kiyimi bo'ldi. Shakli jihatdan noodatiy, biroz avangard uslubdagi mazkur shlyapa obrazga o'zgacha dramatik ruh va sirlilik bag'ishlagan.